yo'lovchilar, vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering. Ogoh bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Eshiklar yopiladi. Keyingi bekat Said Olimjon. Hurmatli yo'lovchilar, vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering. Ogoh bo'ling. Что, метро кафе открылось, да, наверное? Вкусно кафе? Приятного аппетита. Кто снимает? Интересно, салфетки принесут сейчас? Это личный официант? Сказали, что можно бесплатно заказывать филе метрополитена. Надо тоже попробовать. Просто попробовать, только один заказ. Все, я понял. Ага. Один, да? Hamid Olimjon bekati. Hurmatli yo'lovchilar, vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering. Ogoh bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Eshiklar yopiladi. Keyingi bekat Amir Temur xiyoboni. А вы не знаете, какие-нибудь другие блюда можно заказать? Только фастфуд. Да, не, одна станция, быстро готовится, не могут сделать. А филе они не делают.